Siz nima ish qilsangiz ham uni yorqin bajaring. Ta'm bilan ilhomlaning, o'zingizni namoyon qiling. Va siz e'tibor markazida bo'lasiz. Yangi Freshtag limonadini tatib ko'ring. Freshtag limonadi porlash uchun quvvatlangan. Salom Arnold, uchrashuvga chiqishga tayyorlanyapsanmi? Kim ham sen bilan uchrashuvga chiqardi, Arnold? Rostini aytsam, aqlli ko'rinish uchun ko'zoynak taqqaning yaxshi bo'libdi, lekin baribir oxir-oqibat qiz asl yuzingni ko'radi. Uchrashuv davomida birovning ko'zoynagini taqib yurmoqchimisan? Bu unchalik yaxshi g'oya emas, do'stim. Ko'zi yaxshi ko'rmaydigan odam xuddi sozlanmagan kamera kabi bo'ladi. Tasvir o'z joyiga tushmaydi. Ko'zoynak degani mana shu tasvirni aniq joyiga tushirishga yordam beradi. Sog'lom ko'zga ko'zoynak taqib yurish zo'r ishlayotgan kamerani ataylab buzib qo'yishga o'xshaydi. Muhabbatni izlab ketyapsanmi, Arnold? Ehtiyot bo'l. Ko'zoynak taqib olganingga sen xuddi ko'r odamning ko'zoynaksiz holatidek bo'lib qolyapsan. Ehtimol buni yashirish uchun biror narsa surtishga to'g'ri kelar yoki o'sha suratda tenderda qo'ymoqchimisan? Ko'zning to'r pardasi kameradagi sensor kabi ishlaydi. U 130 million neyron hujayralardan tashkil topgan. Xullas, ko'z miyadan tashqaridagi miyaning bir bo'lagi deyish ham mumkin. Agar ko'z kamera bo'lganda, u 576 megapikselga ega bo'lardi. Eng qimmat kameralar esa atigi 100 megapikseldan yuqoriroq. Uchrashuvga sabzavot olib boryapsanmi? Bu g'alati tanlov, Arnold. Ko'zoynak ko'rishingga zarar yetkazadimi deb xavotirdamisan? Ba'zilar shunday o'ylaydi. Go'yoki sog'lom ko'zga ko'zoynak taqish ko'z shaklini buzib, yaqin yoki uzoqni ko'rmay qolishga olib kelarmish, deyshadi. Bu yolg'on. Ko'zoynak taqish ko'zga zarar qilmaydi, ammo ko'rishni yo'qotishga olib keladigan boshqa omillar bor. Bunday hollarda ko'z transplantatsiyasini qilish uchun, masalan, bir dona kornea ko'zning oldingi shaffof qismi $330 ming turar ekan. Allaqachon kech bo'ldi, Arnold. Quyosh ko'zoynagini taqib olganingdan ko'rinib turibdi. O'zingni kul ko'rsatmoqchimisan? Bu mashinani qayerdan olding? Ko'zlaringni sotdingmi? Ularni qimmat ekanligini aytganimda sen darrov borib ko'zingni sotdingmi? Bu juda ahmoqona fikr. Aha, faqat bittasini sotdingmi? Baribir bu katta xato. Ikkita ko'z insonga 3 o'lchovli stereoskopik ko'rishni beradi. Endi esa faqat 2 o'lchamli olamda yashaysan.